بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وصل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, Allah Subhanahu ve Taala'nın fazli ve ihsan merhameti bilen Ramazan ayını farzları ve nafli ibadetleri bilen Allah tarafiga pushaymon qilib qaytib Allah Subhanahu ve Taala rozi bo'lg'udak o'tkazishga tirishchanlik qildik. İnşallah Allah Taala'nın fazli bilan Ramazan oyining savobini ve ajrini aldık. Bo'libmi Qadr kechasining bir kecha ibodat qilsa, ming oyga tang bo'lgan Qadr kechasining fazlini ko'p sonliqimiz g'oliban Allohning fazli va iltifoti bilan in'omiga erishdik. Elhamdülillah. Allah Subhanahu ve Taala bu Ramazan ayını bir ay kılganıga köptün köp hamısına aytımız. Ama ko'nglimizning tigidin Allah'ның aldıga bir Allah Taala bilan ushishib bo'lguncha Ramazan ayının davomlashini yaxshi ko'ramiz. Çünkü bu ay bizga Allah Taala'nı söydürgen, Allah Taala yaxshi ko'rgan ibadetlerini söydürgen, Allah Taala razı bulduğun amel, tilavet, Kur'an ve nafli ameller ve ibadetler bilen müminler hakiki bir zuhurluk ve bir iftarlık bilen Allah Taala'ga yalvuruş, dua qilish bilen bugünkü biz dünya Müslümanları, bulupmu Uygur Müslümanları turvatkan hafılıklarını kötürüşke, nalı feryat qilish bilen Allah'ını hakiki esleş bilen ötküzgen bir ay oldu. Allah Teala muş ayını bizge iltifat kılganlığa köptün köp hamdisine aytamiz. Allah Subhanahu ve Taala'nın qishida hamma narsa ölçem bilen bulgaçqa Allah Kur'an-ı Kerim'de degandek kullu şeyin indahu bi miqdar, hamma ish Allah'ның qishida ölçem bilen degandek hem şundaqla insonlarning taqati cheklik bo'lgandek Allah Subhanahu ve Taala bizga bu Ramazan ayını bir ay qilib bekitib berdi qarindoshlarimiz. Qalgan ay ve kunlarda nafli roza ve nafli ibadet ve nafli amellerini yanıla bizning Allah Taalaga yaqinchilik qilish ve dünyanın shalg'utlaridan qutulish, nafsimizni ve havasimizni boshqarish uchun yana boshqa nafli amellerini Allah bizga bekitib berdi. Maksat biz mushu Ramazan iyidin ibaret güzel, möteber, merhametlik ayga erişip bu ayını tamamladık. Her birisimiz özümüzün akidesi, ihlas, melliki ve tirishchanligiga yarasha bu aydan fazli ihsan ve bereket aldık. Hammadan muhimi biz muş ayını tushirgan Allah Subhanahu ve Taala'nın sözü Kur'an-ı Kerim'de bektilgen bu ulug' Hatimi ayetiga quloq solaydi. Allah Taala la'allakum tattaqun deydi. Yani muşu Ramazan
ayni tutuşunuzdaki asası maksat Allah'tan korkuşni ve taqvodorlikni o'rganish, amilleştirish degan mana shu temini bizga Alloh subhanahu va taolo asosi xotima qilib berdi. Musulmon qarindoshlarimiz, biz mana shu bir oydin haqiqiy Allohdan qo'rqqidek yurak, Alloh subhanahu va taolodan qo'rqqidek haqiqiy yaxshi taqvolik ve Allah buyurgan işlerini kılgıdak avantgard bo'lgan, jushqun bo'lgan iman ve Allah Taala tosqan işlerini yangıdak haqiqiy bir irodelik Allah Taala'dan qo'rqadigan, Allah'dan ayminishni, Allah'dan qo'rqishni o'zimizda hozirlay oldikmi? Yo'q. O'zimizni tekshirishimiz lozim. Qarindoshlarimiz, biz mushu oy orqali Alloh subhanahu va taoloning rahmatlari va fazliga erishib, Alloh subhanahu va taoloning mushu oyda bizga bergan dini, imoni va ibodat jihatdagi bo'lgan va taqvolik jihatdagi bo'lgan energiya, kuch-quvvatlarini vujudimizga qochirdik. Xuddi elektronlik menga sistemi qaçılğandek, yani Xudodan qo'rqish sistemisini qaçırdık. Xuddi toq qaçılash uskunlari toq qaçılğandek Allah Taaladan haqiqiy ayminadigan, Allah subhanahu va taolaga bulupmu chin qalbimizdan muhabbat bag'laydigan payg'ambar alayhissalatu vassalamning hayoti va qilgan ishlari va amallarini o'zimizning hayotida amillashtirishga chin iroda bag'laydigan bir energiyani o'zimizga qaçırdık. Bulupmu Allah'ın düşmanları, her türlü kafirler ve dinsizler ve Yahudiler ve Hristiyanlardan ibaret Allah Taala bergen hayatlıkta yaşap Allah Taala'ga şirk keltirdiğin ya ki Allah Taala'ga özünü tengdişi kılışkı urunup özünü dünyaya ve insanlığa tanıdığın dinsiz bir öncülerine okşaş Allah subhanahu va taoloning düşmanlarini tanıdık. Ve bunun qat'iy bizlar ekanligimizni oshkora la ilaha illalloh, her qandaq yolg'on iloh yo'q, faqat Allah lamba Muhammedun Resulullah, Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisi degan mushu kalimimiz orqali yana fafirru ilallah, Allah tarafiga qaçinglar deb Allah Qur'on degandek Allah tarafiga pushaymon qilib qaytib kelish va tövbe qilish orqali Allah Taalaga haqiqiy xolis mu'min banda bo'lishga aylandik. Qarindoshlarimiz, biz mana shunday yaxshi fursat turibdimiz. Endi nima ish qilishimiz kerak? Ramazon oyidan chiqqandan keyin biz Ramazon ishkining u darvosidan kirib, bu darvosidan chiqib ketganga o'xshash Ramazon chiqib ketsa, islom diniga kirib qo'yib, islom din darvozalarimizdan putlarimizni elib qo'yib, keynimizga yenib olishimiz bizga yarashmaydi qarindoshlarimiz. Biz bugungi ojizlik, bugungi kulfatni nima uchun tortib olamiz? Biz her qandaq Allah farz qilgan bir belgileme ve bir mas'uliyatga putimizni tiqib qo'yib, keynimizga dojib turib olganligimizdan, keynimizga chekinib turib olganligimizdan bo'lib qoldi. Qarindoshlarimiz, biz endi Ramazonda Allah tarafga qaytib kelgancha, Allah Taala oldigacha, Allohning oldida qiyomat kunisi jannat kirib bo'lguncha Allah Qur'on degandek faman zuhziha anin nari va udkhilal jannata faqad faza. Her qandaq bir adam do'zaxdan yiroqlashtirilib jannat kirizilsa maqsadga erishdi degan mana shu oyatning amniyat orqali jannatga kirib bo'lguncha Allah subhanahu va taolo yo'lida chin turaylik qarindoshlarimiz. Pushaymonimiz iymondan qaytgan, amri bo'lgan Allah Taologa bo'lgan ko'z yoshlarimizga amal qilaylik qarindoshlarimiz. Her bir qilgan tilaklarimiz ve dualarımızga amal qilaylik qarindoshlarimiz. Dinsiz zolimlar, kafirlarning zulmidan qutulishga bo'lgan Allah Taoloning yordamiga erishadigan amallarni qilishga tirishchilik qilaylik qarindoshlarimiz. Shuning uchun Allah Taolo bizni islom darvosiga, put
ap qo'yib yenib olmasligimiz uchun shundoq dediki: "Ya ayyuhallazina amanuttaqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon etgan odamlar, Alloh taoladan haqiqiy qo'rqishni qo'rqinglar. Har qanday zolim podsholar yoki har qanday shirkat boshliqlari yoki har qanday belgilovchilardan qo'rqmasdan osmon va zaminning ilohi Allohdan qo'rqinglar. Chunki Alloh kechinimi, kunduzimi, ishchinimi, teshinimi hammani bilib turdi. Bizning yuragimizdagi har bir so'qishni bilib turdi. Agar yuragimizning so'qishini bilmaydigan bo'lsa edi, biz hayot yashab bo'lmaydik. Qarindoshlarimiz, agar mana hozirgi muskunatda doktorxonaga berib, har qanday davlatda bo'layli, so'rab boqayli, mening yuragimning so'qishi zodi qayerdan deb so'rab boqayli. Alloh taolo bergan hayotdan deb javob beradi. Mana shu yuragimizning so'qishi davom etadi ekan, bizning Allohga bo'lgan muhabbatimiz, Allohning diniga chin turishga bo'lgan ahamiyatimiz, Allohning ne'matlariga shukr aytishga bo'lgan tirishchiligimiz davom etishi kerak. Şuna Allah Teala bu ayette sizlar Allah Subhanahu ve Teala'ga ölüp burgucha teslim bulup, Müslüman bulup, yaxshi amal qilib, yaxshi itiqad, yaxshi amalda bulup vafat bulunglar. Yani imanda Allah Teala'ga uşuş burgucha çın turunglar, ibadetinglar ve qilgan amalinglarni Allah Teala'ga uşuş burgucha çın turunglar degan ma'noni bizga Allah bildirdi qarindoshlarimiz. Yani Allah Teala bizni mushu Allah Subhanahu ve Teala'nın dünya ve ahiretlik rahmeti ve rızaligiga erishishimizdan yüz öğretip qo'ygan bazı narsalarni, bazı şeylerini, bazı izitlarni bizga so'zlab berdi.